O'zbekiston bilan Tojikistonni umumiy tarix, uzviy, ma'naviy qadriyatlar bog'lab turadi. Azaliy qo'shnichilik va o'zaro hurmat an'analari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda mustahkam asos bo'lib xizmat qilmoqda. Bunday yaqin munosabatlar o'zbek-tojik jurnalistikasida ham o'z aksini topmoqda. Jumladan Tojikistonning Dushanbe telekanalining bir guruh ijodiy jamoasi Sevimli telekanalida mehmon bo'ldi. Tafsilotlar muxbirimiz Ixtiyor Siddiqov reportajda. Tojikistonning Dushanbe telekanali bir guruh ijodiy jamoasi tajriba orttirish, ikki mamlakat jurnalistlarining hamkorlik aloqalarini mustahkamlash maqsadida Sevimli telekanali faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Ekskursiya davomida Sevimli telekanali bosh direktori Jaloliddin Safoyev mehmon jurnalistlarni telekanal dasturlarining kadr orti jarayonlari bilan tanishtirdi. Biz hozir muxbirlar va tasvirchilar ishini kuzatdik. Ular juda faol ishlashining guvohi bo'ldik. Men o'zim faoliyat yuritadigan telekanal va Sevimli telekanalining rahbariyatiga minnatdorchilik bildiraman. Chunki bunday ijodiy muloqotlar ikki davlat jurnalistlari uchun muhimdir. Telekanalning Zamon informatsion tahliliy dasturi eslab kim ekan va zirabcha singari loyihalari tomoshabinlar o'rtasida obro'-e'tibor qozongan va o'z auditoriyasiga ega. Kadr ortida esa juda katta ijodiy jamoa mehnat qiladi. Jurnalistlarga mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy, ijtimoiy hamda siyosiy islohotlarning mazmun mohiyatini Zamon informatsion dasturi orqali yoritib borilayotgani haqida tushunchalar berildi. Dushanbe telekanali davlat muassasasi ijodiy va texnik kengashi bugun Toshkentda bo'lib, hamkasblarimizning faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Hozir biz bo'lib turgan telekanalning boshqa o'zbek telekanallariga qaraganda reytingi baland ekan. Ular bo'layotgan voqealarni erta-yu kech muttasil yoritib borishadi. Biz bu kanal bilan hamkorlik qilishni istaymiz. Ijodkorlarni o'z telekanalimizda ham kutamiz va bu borada tajriba almashish muhim deb hisoblayman. Mehmonlarda telekanal faoliyati yaxshi taassurot qoldirdi. Ixtiyor Siddiqov, Abbos Mustafaqulov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.